Temir eşik profilini kuzatuvchilarim, mana biz bugun yana bitta temir eshik xonamiz tayyor bo'ldi. Shtampovочный variantda. Buni Atalıq mahallasiga qo'yib o'rnatib, katta magazinimizga ifodaga yo'nalishgan eshigimiz hozir tepadagilarni ko'rsatamiz. Mana yana ikkita eshigimiz, bu high-tech bosimdagi eshiklarimiz. Xudo xolasa buyurib baho beraverasizlar. Chiroyli bo'lib o'rnashtilar. Kraskelar ham bizga yarashib chiroyli bo'lib chiqdi. Ochilib ilinishlar ham zamoqlari Freda zamoqlaridan o'rnatdik, original. Freda zamoqlari o'rnatilgan. Ko'rib baho berasizlar. Kim shunday eshik darvozalar kerak bo'lsa, Jahon temir eshik profilida nomerlarimiz ostida qoldiramiz. Murojaat etaverasizlar.